Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Darslarimizni davom ettiramiz. 35-dars 3-sinf masalalar yechish. Videoni boshlashdan avval kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Obunachilarimiz soni ko'paysagina biz ikkinchi chorakda darslarimizni davom ettiramiz. Obunachilarimiz soni 60 mingta bo'lishi kerak. Hozirda 55 mingtalar bo'lib qoldi. Ozgina bor. Do'stingizga, yaqiningizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yondosh mavzu bor ekan, bizda ishlab chiqarish. Massa, qiymat, jadvallar haqida gaplashamiz ekan. Bu yerda ishlab chiqaradigan jarayonni rasm berilyapti. Bu bizaga hozircha kerak emas. Aynan bizaga bu yerda misol ham berilmagan. Mana birinchidan boshladik. Taqqoslang. 6 metr 59 detsimetr. 1 metr 10 detsimetr bo'ladi. Albatta buni bilamiz, juda ham yaxshi. Demak, 60 bo'ladi 6 metri. 6 metr katta bo'ladi. Bu yerda 73 sm, 7 sm, 3 mm. Bu albatta bir-biriga teng. 73, 73. 4 detsimetr, 404 mm. 1 detsimetr qancha ekanligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 10 sm bo'ladi. Millimetrga aylantirsak 100 mm bo'ladi. Demak, bu 4 bo'lsa 400 bo'ladi. Bu yerda esa 404 berilyapti. Shunda 404 mm katta bo'ladi ekan. Xo'p, bu yerda hisob-kitob qilish kerak ekan. 1 2 3 4 5 xonali son. Bu yerda ham 5 xonali, bu yerda ham 5 xonali son, bu yerda ham 5 xonali son. E'tibor bersalaring, bu 67 ming, 60 ming. 42 ming, 45 ming. Demak, bu ikkala ko'paytuvchi ham katta. Mana shu son katta chiqadi ekan. Xo'p, bu 50 ming, mana 50 ming. Bir xil. Bu 13 ming, bu 9 ming. Demak, 13 ming katta bo'ladi. Bu yerda 78 ming, ya'ni 78 ming. 78 mingni qanaqadir songa bo'lyapti, qanaqadir songa ko'paytiryapti. Ko'paytmasa albatta bular katta bo'ladi. Shu tartibda bularni hisoblamasdan ham biza katta yoki kichkina belgisini qo'yishimiz mumkin bo'ladi ekan. Endi esa ikkinchi masala. Menimcha ikkinchi ham hozir birgalikda o'qib ko'ramiz sizlar bilan. Demak, boshladi u. Rasm asosida ifodalar yozing va ularning qiymatini toping. Hamid bozorda xarid qilyapti. 1 kilogramm 6300 so'm, 1 litri 16500 so'm. Boshladik. Hamid 7 kilogramm kartoshka uchun qancha pul berishi kerak? Hamid 7 kilogramm kartoshka uchun 6300 so'mdan pul to'laydi. Demak, 63 ni 7 ga ko'paytirib, ikkita 0 qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yaxlit sonlarni songa ko'paytirishdan oldingi darslarda o'tganmiz. Demak, 3 kere 7 21 bo'ladi. 42 44 bo'ladi va ikkita 0 ni qo'shib qo'yamiz. 44 ming 100 ga teng bo'ldi. Endi esa biz 3 shisha yog' uchun qancha to'lashi kerak? 3 shisha yog' olmoqda 1 litri 16500 so'm. Buni ko'paytirishimiz kerak. 165 ni 3 ga ko'paytiramiz va ikkita 0 qo'shib qo'yamiz javobiga. 3 kere 5 15, 18 19, 3 4 va ikkita 0. 49500 so'm pul berish kerak ekan. U barcha xarid uchun qancha pul sarflaydi? Ikkisini qo'shishimiz kerak ekan. 44100 so'mga qo'shamiz 49500 so'mni. 44 mingga 49 mingni qo'shsak, nima chiqadi? 93 ming bo'ladimi? 93 ming 600 so'm. 100 ming so'm puldan qancha ortib qoladi? Demak, yesi 100 mingdan 93 ming 600 so'mni ayiramiz. Bu 6400 so'm kelib chiqadi. Demak, Hamidning puli 6400 so'm ortib qoladi ekan. Uch. 8 dona g'isht ishlab chiqarish uchun 32 kilogramm
loy kerak bo'ladi. 14250 dona g'isht ishlab chiqarish uchun qancha loy kerak bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz 32 ni 8 ga bo'lamiz. Nima uchun? Chunki 1 kilogramm, ya'ni 1 dona g'isht ishlab chiqarish uchun necha kilogramm loy kerak? Albatta bu 4 bo'ladi. 4 kilogramm loy kerak bo'ladi. Endi 14250 ni 4 ga ko'paytiramiz. Buni avval 2 ga, keyin 2 ga ko'paytirsak ham bo'ladi. 20 yoki shu holatda ko'paytirsak 2 dan 0 yozamiz. 20 bo'ladi. 8 10 bo'ladi. 16 17 bo'ladi. 4 5 bo'ladi. 57000 kilogramm deb yozib qo'yamiz. Tonnaga o'tkazsak ham bo'ladi bu. 57 tonna chiqadi. Agar tonnada hisob kitob qilaman desangiz. To'rtinchi hisoblang. Barchasini santimetrga aylantirib olamiz. Mana buni. Mana 14 detsimetr 140 santimetr bo'ladi. Aslidan boshlaymiz. 143 santimetr. Hop. 9 detsimetr bu 90 santimetr bo'ladi. 29 santimetr. 17 santimetr. Santimetrlarsiz yozamiz. 143 minus 90 minus 29 plus 17 barobar boshladik. 143 dan 90 ni ayirsak 53 ayru 29 plus 17. Bu nima chiqadi ekan? 17 ni qo'shsak 60 70 ayirsak 41 mi? 41 santimetr. Xullas bularni ayirib qo'shsangiz ham 41 santimetrga teng bo'ladi. Mana shunaqa. Endi esa B ga o'tamiz. 3 metr 6 detsimetr. Santimetrga aylantirishimiz kerak ekan. Bu yerda santimetr bor ekan, demak bu 360 bo'ladi. Hop, ayro bu 270 bo'ladi. Bu 14, 10 ga ko'paytirsak 140 bo'ladi. 5 metr bu 500 bo'ladi. 32 santimetr bu 32 ligicha qoladi. Bularni hisob kitob qilamiz. Bu yerda 90. Birinchi qiladigan ishimiz. Hop, plyusdan 140, plyusdan 500, plyusdan 32. Qo'shsak 230, plyusdan 500, plyusdan 32. Bu 730 qo'shuv 32 barobar 762 santimetrga teng bo'ladi. Hop, chizma asosida tenglamalar yozing va noma'lum miqdorni toping. Tepasiga yoza qolamiz. Shularni o'chirib tashlab. Shuni ozgina pastroqqa tushirsak, buni bu yerga yozamiz. Mana bu qanaqadir n soni bunga qo'shyapti. 45860 ni va 510390 bo'ldi. Bu n sonini topish uchun 510390 dan 45860 ni ayiramiz. Mana bu n soni kelib chiqadi 0 3. Hop, 15 dan ayirsak 13 dan ayiramiz 5. Bu yerda 9, 9 dan 5 ni ayirsak 4. 0 qoldi, 6 va 4 qoldi. 464530 ekan. 464530 ga teng ekan. Endi esa B.
Hop, mana bu qaysidir bir x sondan 49520 ni ayirsa 32980 kelib chiqyapti ekan. Bu x sonni topish uchun 32980 dan 80 ga qo'shamiz 49520 ni. X barobar. Bu yerda ikkita 0 bo'ladi ekan. 14 15 bo'ladi ekan. Buni qo'shsak 2 bo'ladi va 8 bo'ladi. 82500 ga teng ekan. Xuddi shu tartibda keyingi tenglamalarni ham birgalikda ishlaymiz. D va Y tenglamalar. Mana. Hop, 18246 ga qanaqadir m soni qo'shilsa 91082 ga teng bo'ldi. Bu m sonini topishimiz kerak. Buning uchun 91082 dan 18246 ni ayiramiz. M soni barobar. Bu 6 bo'ladi. 7 dan ayirsak 3 bo'ladi. Bu yerda 8 bo'ladi. Ayirsak 2 bo'ladi. Bu qarz olgandiga 8, 7 bo'ladi. Demak 72836 bo'ldi. Navbatdagi Y masalaga o'tamiz. 647 tenglama degani. 647.820 dan T sonini ayirsak 339250 bo'lmoqda ekan. Bu T sonini topish uchun 647.820 dan 339250 ni ayirishimiz kerak. Shunda T soni kelib chiqadi. Bu yerda 0 bo'ladi. Bunda 7 bo'ladi. Bunda 7 dan 2 ni ayirsak 5 bo'ladi. Bu yerda qarz olsak 17, 17 dan 9 ni ayirsak 8 bo'ladi. 3 qolgan, 3 dan 3 ni ayirsak 0, 6 dan 3 ni ayirsak 3. 308.570 bo'ldi. Bizga berilgan barcha tenglamalarni ishlab yakunladik. Mana 5-chi tenglamalarini ishlang degan edi, barchasini ishladik. Endi esa 6 ga o'tamiz. Ko'chirib olgan bo'lsalaring, buni yoz, mayli turaversinchi. Buni ishlab ko'ramiz. Tenglamalar yozing. Ularni yeching va tekshiring. Bu ham tenglama ekan. Endi buni o'chiramiz. Joy olishimiz kerak, bizga joy kerak. Yozish uchun Elbek bir son o'yladi. Elbek bir sonni o'yladi. Unga shuni qo'shdi va shuning ko'paytmasiga teng qiymat oldi. U qanday sonni o'ylagan? X sonni o'ylagan albatta u. X sonni o'ylagan. Bu songa 13600 ni qo'shdi. Shunda uning olgan qiymati 70 va 8300 ni ko'paytmasiga teng ekan. Bu ikkisini ko'paytirib olamiz. X plyusdan 13600 barobar 7 kira 3 21 56 58 va 1 2 3 dan 0. Necha bo'ladi bu son? 581.000. Demak, qanaqadir sonni o'ylagan, unga 13600 ni qo'shsa, Elbek 581.000 degan qiymatni olgan ekan. Endi bu sonni topish uchun 581.000 dan 13600 ni ayiramiz. Bu ikki soni bu yerda 400 bo'ladi. Bu 0 bo'lsa 7 bo'lib qoladi. Bu 7 bo'lsa 1 ni ayirsak 6 bo'lib qoladi va 5 bo'lib qoladi. 567.400. Shunaqa bo'ladimi? 567.400. Endi esa B.
Mohigul 200 mingdan o'ylagan sonni ayirib 156 va 708 ning ko'paytmasiga teng natija oldi. U qanday sonni o'ylagan? 200 mingdan qanaqadir sonni ayirdi. 156 va 708 sonlarining ko'paytmasiga teng bo'lgan natijani oldi. Boshladik. 200 ming ayru x barobar bu ikkisini ko'paytirishimiz kerak. Albatta buni ustun shaklda bajarasizlar. Men esa kalkulyator yordamida 110 ming 448. 10 ming 448. Buni nima qilamiz? Ayirib qo'yamiz albatta. 200 mingdan 110 ming 448 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. X barobar bu yerda nima chiqadi ekan? 10 dan 2 bo'ladi. 9 dan ayirsak 5, 9 dan ayirsak 5, 9 dan ayirsak 9, 9 dan ayirsak 8, 3 ta 3 ta, 3 ta 3 ta va 1 qoladi. 189.552. Shunaqa bo'ldimi? Bo'ldi, to'g'ri. Elbek va Mohigul o'ylagan sonlarini topdik. Mana shu sonlarni o'ylagan ekan u. Ya'ni 189.552 Mohigul va 567.400 ni Elbek o'ylagan. Endi esa 7-chi. Bu ham masala ekan. Birgalikda ishlab ko'ramiz. Mana shu o'rinlarga qo'yib boshladik. Madinaning onasi qandolat sexida ishlaydi. U tvorog'i pishiriq uchun maxsus retseptdan foydalanadi. Ya'ni o'sha tvorogli pishiriq uchun. Xamirning massasi necha kilogramm bo'ladi? Tarkibi, miqdori. Bug'doy uni 100 kilogrammlarda ekan bu, adashmasam. Juda ham ko'p ketadi. Sexda ishlaydi ekanda, shuning uchun. Demak, shuncha barchasini qo'shib chiqamiz ekanda, xullas. Shunda xamirni massasi kelib chiqadi. Boshladik. Buni qo'shsak 101. Mana bu yerda yoza olamiz. 100 plusdan 1, 80 plusdan 60, 23 plusdan 120, 25 plusdan 50. Har ikkitasini guruh qilib qo'shib olaman. Piramida shaklida ketadi shu holatda va oxirgi natijani tezroq topa olamiz. 101 plusdan 140 plusdan 143 plusdan 75. Bu ikkisini qo'shib, bu ikkisini qo'shsak, natijani osongina topa olamiz. Yoki aksincha bo'ladi. Mana buni bilan buni qo'shamiz va bu ikkisini nisbatan osonroq bo'ladi ekan. 101 ga 75, 176 plusdan bu 283 bo'ldi. Bularni qo'shsak 300, 459. Oxiriga nima qo'yamiz? Kilogramm qo'yamiz. Nima uchun kilogramm? Chunki bizda miqdorida kilogramm berilgan edi. Madinaning onasi 459 kilogramlik xamir tayyorlaydi ekan. Hisoblang. Birinchi qiladigan ishimiz qavslarning ichini bajaramiz. Birinchi qavsni, keyingi qavsni bajaramiz. O'ta ko'paytirish bajariladi. 87 ni 39 ga ko'paytiramiz ekan. Kalkulyatordan foydalansak, qarshi bo'lmaysizlar. 8091.
Keyingi ikkinchi qiladigan ishimiz bu yerga yozib qolamiz. 5000 dan noto'g'ri ko'paytirdikmi aka? 87 ko'paytirib 93. 39 bo'lish kerak ekan. 87 ko'paytirib 39. 3393 ekan. Adashimiz. 90 o'rin almashtirib ko'paytirib qo'yibman. 3393 ekan javob. Ikkinchi qiladigan ishimiz shu 5000 dan 3393 ni ayiramiz. Buni ayirsam 7, bu yerda 0 qoldi. Bu yerda 9 dan ayirsak 6 qoladi. 4 dan ayirsak 1 qoladi. 1607 bo'ldi. Uchinchi bajaradigan ishimiz 90 ko'paytiruv 205 bo'ladi. 9 kere 5 45. 9 kere 2 18 va bitta 0 bo'ladi. To'rtinchi ish, mana shu 18450 dan 12730 ni ayirib qo'yamiz. Bu yerda 20 chiqadi. 14 dan ayirsak 1 chiqadi va 7 dan ayirsak 5. 5120. Voy. 5-chi qiladigan ishimiz 1607 ni ko'paytiramiz 5120 ga. Xo'p, yaxshigina misol beribdi-ku. 1607 ni ko'paytiramiz 5120 ga. 8,227,840. 227,840. Endi 6-chi bajaradigan ishimiz 6300 ni 90 ga bo'lamiz. Ular qisqaradi. 63 ni 9 ga bo'lsak 7, ya'ni 70. 7-chi qiladigan ishimiz 8,227,840 ga qo'shamiz 70 ni. Bu 40 ga 70 ni qo'shib qo'ysak bo'ladi. 8,227,910 bo'ladi. Bo'ldi. Shu natija ekanda. Ozgina kattaroq chiqib qolibdi. Mayli, millionga hech qisi yo'q. O'zi bitta bu adashmasam guruh bilan ishlash bo'ladi. Guruh bilan ishlashda bitta bo'lib bersalaring, mana ko'paytirish bo'lishlarini o'quvchilarga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. 9 ham xuddi shu bilan bir xil ekan. Buni ko'chirib olgan bo'lsalaring, bularni o'chirib tashlaymiz. Ushbu ifodalarda qanday so'zlar yashiring? U nimani anglatadi? Birinchi yuqoridagi A sini ishlab qo'ya qolamiz, keyin esa B sini ishlab qo'ya qolamiz. Ustozlar ko'rayotgan bo'lsa bizni vaqtdan tezroq yutish uchun, ekonomroq bo'lishi uchun guruhni 2 turga bo'lib, sinfni guruh bilan ishlash uchun bir tomondagilar buni ishlash kerak, tezlashtirib, ikkinchi tomondagilar buni ishlash kerak. Shunda qiziqarliroq bo'ladi. O'quvchilarga qaysi tomon yutadi, musobaqa uyushtirsa bo'ladi. Nisbatan foydaliroq bo'ladi va ikkita misolni ham ishlab yakunlaydi sinfda. Boshladik. O'zi A deyishimiz shart emas, bitta misol-ku. Birinchi bajaradigan ishimiz ketma-ketligini yozib chiqamiz. Bu yerda mana bu birinchi ish, bu ikkinchi ish, bu uchinchi ish, 4-chi ish va 5-chi ish. Bizda 5 ta ish bor ekan. Ketma-ketligini yozib oldik. Birinchidan boshladik. $630,000 bölü 70. Nollarni qisqartirsak, 60 ni 7 ga bo'lsak 9. 1, 2, 3 ta 0. 9000 ekan. Bitta 0 ko'paytirib qo'yamiz. E'tibor beringlar.
Bu yerda 3 ta 0 ekanda, men 4 ta 0 qilib qo'yibman. Mana bu yo'q bo'lishi kerak ekan. Bunda bu yo'q bo'ladi. Shunda 900 kelib chiqadi. 900 bu K harfi ekan mana. Ikkinchi ish. 45 ni ko'paytiramiz 3546 ga. Mana 45 ko'paytiruv 3546. 159570. Uchinchi bajaradigan ishimiz ikkisini qo'shamiz. 159570 ga qo'shamiz 9000 ni. Mana 900 ni. Shunda 160470 kelib chiqadi. To'rtinchi ish. 760.000 102 dan ayiramiz. 160.470 ni. Hop, bu yerda 2 dan ayirsak 2 chiqadi. 3 bo'ladi. Bu yerda 0 qoldi. Endi 10 bo'lib qoladi. Bu 10 dan 4 ni ayirsak 6 bo'ladi. 9 dan 0 ni ayirsak 9 bo'ladi. Bitta 5 qolgan, 5 dan ayira olmaymiz. 15 dan ayirsak 9 bo'ladi. Bu 6 dan 1 ni ayirsak 5 bo'ladi. 599632. Bormi shunaqa javob? Mana. Endi keyingi mana shunga qo'shamiz. 599632 ga qo'shamiz 65879 ni. Bu yerda bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, oxiri 1 bilan yakunlanadi. Bu yerda 11 bo'ladi. 14 15 bo'ladi. 9 ga 5 14 yana 15 bo'ladi. 15 16 bo'ladi va 6 bo'ladi. Bormi shunaqa javob? Mana M harfida bor ekan. Demak, to'g'ri ishlaymiz. Endi qiladigan ishimiz bularni ketma-ketlik bo'yicha qo'yib chiqamiz. Birinchi 900 K harfi. Ikkinchisi 159570 I harfi. Keyingisi 160470 R harfi. 599632 I harfi yana. Bu R edi. 665511 M harfi. Kirim deb so'z chiqdi. Kirim chiqim deyishadi-ku. Hop, endi qiladigan ishimiz xuddi shu misolni ikkinchisini ishlaymiz, keyin bularni so'zlarini o'qib ko'ramiz. Bu chiqim chiqsa kerak balki. Bu yerda ham ketma-ketligini yozib beraman. Birinchi bajaradigan ishimiz qaysi, ikkinchisi qaysi, shularni. Birinchi bu bo'lish. Ikkinchi ko'paytirish, uchinchi ayirish, to'rtinchi ko'paytirish, beshinchi qo'shish. Bu yerda ham 5 ta ishni amalga oshirishimiz kerak ekan. Biz esa birinchidan boshladik. 5600 ni 70 ga bo'lamiz. Bularni qisqartiramiz. 56 ni 7 ga bo'lsak 8 va bitta 0 80. Ikkinchisi 80 ni 27 ga ko'paytiramiz. 8 ni 27 ga ko'paytirsak 8 kara 7 56 16 21 va bitta 0 bo'ladi. 216 bo'ldi. To'g'ri ko'paytirdik ekan. Birinchi noto'g'ri ko'paytirdik. 8 kara 7 56 5 tilimizda 8 kara 7 16 21. Bormi shunaqa javob? Mana bor ekan. Xo'p, uchinchi ayirishimiz kerak bo'ladi. 46923 dan 2160 ni. Bu yerda 3, bu yerda 6, 8 dan ayirsak 7, 6 dan ayirsak 4 va yana 4. 44763. 4-chi. Buni 6 ga ko'paytirishimiz kerak.
44763 ni 6 ga ko'paytiramiz. 6 kare 3 18. 6 kare 6 36. 18 ni 1 bilan 37. 3. 42. Buni 3 bilan 45. Hop 4 bor. 24. Buni 4 bilan 28. 2 bor. 24. 26. 268.578. 5-chi eng oxirgi amal. Mana shu 268.578 ga qo'shishimiz kerak bo'ladi. 28.158 ni. 8 ga 8 ni qo'shsak 16 bo'ladi. 7 ga 5 ni qo'shsak 12, 13 bo'ladi. 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 7 bo'ladi. 8 ga bu 8 ni qo'shsak yana 16 bo'ladi. 6 ga 2 8 9 va 2 bo'ladi. 296.736. Mana. Endi biz nima qilamiz? Harflar bo'yicha ketma-ketlikda terib chiqamiz. 80 birinchisining javobi Ch. 2160 ikkinchi. Qani? I harfi. Uchinchi 44760. Mana Q harfi. 268.578. Mana I harfi. 296.736 M harfi. Chiqim. Ch I Q I M. Tepasi kirim, chiqim bo'ldi. Chiqim bu sarflaydigan pullarimiz. Kirim bu bizga kelayotgan pullar. Kirim chiqimlar deyshadi-ku. Bunaqa. Biz sizlar bilan va nihoyat bosh qotirma 10-ga yetib keldik. Bu 10-ni boshlashdan avval nima qilishimiz kerak edi? Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esimizdan chiqmaslik kerak edi. Obunachilarimiz soni 60.000 ta bo'lsagina biza ikkinchi chorakda darslarni qo'yib boramiz. Barcha sinfdoshlarga yetkazishingizni so'rayman. Demak, boshladik. Nima deyapti? O'qib ko'ramiz. Barcha katta uchburchaklar kichik o'lchamdagi uchburchaklardan tashkil topgan. Agar bo'yalgan kichik uchburchakning massasi 1 kilogramm ga teng bo'lsa, butun uchburchakning massasi qancha? Oho. Zo'r savol beribdi. Buni kesib olishimiz kerak ekan. Bitta mana kesib olamiz. Mana bular kerak emas. Ozgina kattaroq qilamiz endi buni. Albatta. Mana. Menimcha mana shu bo'ladi. Endi buni xuddi shu tartibda chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir chizishni ko'rsataman. Mana bu holatga o'xshatib. Shundagina biz aniq ko'ra olamiz. Agar siz daftarni bunaqa qila olmasangiz, kitobni daftarga chizishingiz kerak bo'ladi. Shu tartibda. Mana bu holatda. Mana bu o'rtadan ham bitta chiziq o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi mana bu yer. Va eng kichigi. Parallel ravishda chiziq o'tkazyapman. Bundan o'tkazamiz. Mana bu yerga to'g'ri kelish kerak. Adashmasam shunaqa bo'ladi. Mana bu ham bunga to'g'ri keladimi shunda? Mana bu uchburchak bo'lmay qoldi-ku. Bunaqasiga ham o'tkazishimiz kerak ekan. Oho. Ish ko'payib ketadi ekan buni. Tushunarli. Bo'ldi, tushundim. Menimcha bo'ldi. Chizildi. Endi mana bu holatda, mana bu yerdan bu yerga bu yerdan
bu yerga. Mana shular mana shu yerda kesishdi deb o'ylaymiz-da. Shu ozgina noto'g'ri chizilib qoldi. Mayli. Mana buni ham davom ettirgizamiz. Mana. Buni ham mana bu yerda. Bu chizib nimaga erishdik biz? Mana kichkina uchburchakdan barcha uchburchaklarni yasab oldik. Bu yerda nimaga unaqa berilgan? Bu yerda o'sha mana shu ham aslida shunaqa bo'lgan. Oralaridagini o'chirib tashlagan. Shunda o'sha holat bo'ladi. Masalan, mana buni o'chirib tashlasak, mana bu yerni qilib ular o'chirib tashlashganda, mana shu tartibda. Xo'p, endi bizni bajaradigan ishimiz bularni sanab chiqsak bo'ldi. Boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64. Demak, katta uchburchakning massasi 64 kilogrammga teng ekan. Chunki bu yerda 64 ta uchburchak berilgan. Bularni sanash orqali biz topdik. Daftaringizga chizib, shu tartibda bemalol sanashingiz mumkin bo'ladi. Shuncha qilgan mehnatni nima qilamiz? Bajarib tashlaymiz endi. 11. Uyga vazifa. Uyga vazifani bajarishdan oldin nima qilish kerak edi? Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esingizdan chiqarmasligingiz kerak edi. Boshladik. 11. Tenglamalar yozing, ularni yeching va tekshiring. Xo'p. Asa, Jasur bir son o'ylaydi. Xo'p, o'ylabdi, bir son. Undan 18700 ni ayirdi va 410 va 120 sonning ko'paytmasiga teng qiymat oldi. Jasur qanday son o'yladi? Shu Jasur bitta son o'yladi. 18700 ga teng bo'ldi. Va 410 ko'paytiruv 120 sonlar ko'paytmasiga teng bo'lgan qiymat oldi. Ko'paytmasi nechaga teng? Shuni topib olmoqchimiz. 18700 barobar ikkisini ko'paytiramiz-da. 41 ni 12 ga va ikkitadan qo'shib qo'yamiz. 49200. Noma'lum sonni topish uchun 49200 ga qo'shamiz 18700 ni albatta. Bu yerdagi noma'lum son 900 7 5 6. Demak, Jasur 67900 degan sonni o'ylagan ekan. Mana shu sondan berilgan sonni ayrilsa, shu ikkisining ko'paytmasiga teng bo'lgan son kelib chiqdi. Ana bo'ldi. Endi esa ikkinchisi. Madina 270 dan o'ylagan sonni ayirib 189 va 754 ning ko'paytmasiga teng natija oldi. U qanday sonni o'ylagan? 270 bundan qanaqadir sonni ayirgan, noma'lum mana y sonni va o'sha o'ylagan sonni 189 ko'paytiruv 754 qiymatini oldi. Qiymatini topamiz. 270 ayru y barobar bularni ko'paytira olamiz. 189 ko'paytiruv 754.
142.506. Mana bu noma'lum Madina o'ylagan sonni topish uchun 270.000 dan 142.506 ni ayirish kerak bo'ladi. Y soni kelib chiqadi. 10 dan ayirsak 4 bo'ladi, 9 dan ayirsak 9, 9 dan ayirsak 4 yana bu 9 dan 2 ni ayirsak 7, 6 dan 4 ni ayirsak 2 va buni ham 2. 227.494 ga teng bo'ldi. Mana bularni ozgina kichikroq qilib oldik va boshladik. 12-ifodalar yozing va ularning qiymatini hisoblang ekan. Birgalikda ifoda yozib ko'ramiz. Non zavodi soatiga 800 paket teshikkulcha ishlab chiqaradi. Novvoyxonada ish kuniga 8 soat davom etadi. Kuniga necha paket teshikkulcha tayyorlanadi? Aprel oyida Novvoyxona har kuni ishlab necha paket teshikkulcha pishirgan? Ikkita savol berilibdi. Birinchi savoldan boshlay qolamiz. Bu yerda non zavodi kuniga 800 paket teshikkulcha ishlab chiqaradi. Hop. Soatiga ekan. Soatiga 800 paket. Demak, bir kunda 8 soat ish qiladi. 8 kara 8 64 va 2 ta 0. Demak, zavodda 66.400 dona paketda teshikkulcha ishlab chiqariladi. Teshikkulchani o'zi emas, paketlari 6.400 ta. Endi u paketning ichida balki 10 ta, balki 20 ta, balki 15 ta bo'lar. Unisi bizga qorong'u. Kuniga 6.400 da paket teshikkulcha ishlab chiqaradi ekan. Aprel oyini 30 kun deb faraz qilamiz. 31 kun bo'lmasa kerak, yana bilmadim. Agar kalendarda ko'ringlar, 31 kun bo'lsa 31 ga, 30 bo'lsa 30 ga ko'paytira qolasizlar. 64 ni 3 ga ko'paytiramiz va nollarni ko'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 4 kara 3 12, 18, 19 va 3 ta 0. 192.000 dona. Mana 192.000 dona teshikkulcha ishlab chiqaradi ekan. Ikkita savol bergan edi, ikkita savolga ifoda tuzdik. Mana ko'paytirish va mana ko'paytirish bularni aniqladik. Agar aprel oyi 31 kundan iborat bo'ladigan bo'lsa, sizlar buni bemalol 31 ga ko'paytirib javobini topishlaring mumkin bo'ladi. Agar 30 kundan iborat bo'lsa, 30 ga ko'paytirib shu holatda javobini qoldirishlaring ham mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Akmaljon Jo'raqo'ziyev bo'ldi. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Obunachilarimiz soni ko'paysagina biz ikkinchi chorakdan darslarimiz davom ettiramiz. Bunga siz hissa qo'shishingiz kerak bo'ladi. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz chiqargan videolar birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.